Assalomu alaykum. Siz aka yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Salomatligingiz yaxshimi? Nima xizmat aka? Aka bizga shu yengga kelgan ferri gaz plitamiz haqida to'liqroq ma'lumot kerak edi. Mijozlarga ko'rsatib berishligimiz uchun shu haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Mana shu modelimiz haqida. Ha, shu model haqida. Bu 5 dagara bo'ladi aka. Qolgan gaz plitalardan asosiy ustunlik tarafi reshotkalari qalin chugun, turbo garelkasi bo'ladi, ko'rib turibsiz. Razmerlari 60 ga 60. Avtopojik bo'ladi. Hech qanaqa knopka bosilmaydi. O'zini bosib turib buraganda gaz yonaveradi. Zajgalga avtomat qo'shadi. Ha, avtomatik. Keyin gaz kontrol funksiyalari bor. Uyda odam bo'lib bo'lmay, sutlar toshib ketib, misol uchun, o'chib qolganda gaz plita gaz vashillab chiqib yotavermaydi. Xavfsizlik jihatidan o'rnatilgan, o'zini o'zi avtomatik bloklaydi. Kelinlarimiz qaynonasidan gap eshitib qolmas ekanda. To'ppa-to'g'ri. Hop, ko'pchilik mana uni savol beradi, bu nima, taymermi boshqa. Bu narsamiz o'zimizni sodda tilda tushuntirganda budilnik hisoblanadi. Duxovkani nechadir minutga, daqiqaga qo'yib qo'yganda o'zi signal beradi. Pishirayotgan taomimizni yoki pishirig'imizni, masalan, pishirgan vaqtini ayollarimiz biladi. Yarim soat yoki 40 minut, 1 soat shu vaqtni belgilab qo'yadigan bo'lsak, o'sha vaqtda bizga signal beradi. To'ppa-to'g'ri. Hop, yana ustunlik taraflaridan biri, eng ustunlik taraflaridan biri boshqa modellarimizdan ko'rib turibsiz mana tugmachani. Ichkarida duxovkasining ichida ventilyatori bor buni. Konveksiyasi bor. Issiqlikni hamma joyga bir xilda tarqatib beradida, pishirilayotgan mahsulotni juda sifatli chiqishini ta'minlab beradi. Podiyomni ham bir xilda ko'tarib beradi. To'ppa-to'g'ri. Patnislarimiz biokeramический hisoblanadi. Uncha-munchaga tegi olib ketmaydi. Devorlari ham biokeramический, ko'rib turibsizlar. Grill funksiyalari bor, mana grill sixlari bor. Kafolati bor 3 yo'l. Patnis tortish uchun ruchkalari bor mana. Ular kuydirib olmasligi uchun. To'ppa-to'g'ri mana. Yana buni keramikasi boshqa ba'zi bir gaz plitalarimiz keramikasidan ancha farqli ekan. Men solishtirib ko'rdim o'zim ham. To'g'ri aytyapsiz. Buni keramikasi silliqroq keyin nima deydi? Sifatliroq ishlangan ekan boshqa gazlarga nisbatan. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida nima deysiz? To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. O'zi keramika deganda ko'pchilik hozir keramikaga o'xshab kraska ham bo'yab qo'yyapti. Asl keramika mana ko'rinib turibdi. Buni misol uchun farqi bor qolganlariga nisbatan solishtirsangiz. Endi yonma-yon qo'yganda yana ham yaxshiroq bilinadi. Hop. Oyoqlari bor, garantiyali talonlari bor. Servis xizmat ko'rsatishlari juda zo'r. Ichki oynalari ham bemalol olib tozalashga mo'ljallangan. Chang bo'lib ketsa boshqa bo'lsa. Yog'lanib qoladigan bo'lsa, bemalol oynalarni ochib, o'zimiz uy sharoitida ayollarimiz ham bemalol olib tozalay oladi. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Bemalol olib, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi tozalashga. Razmerlarimiz 60 ga 60. Shu aka asosiy ma'lumotlar. Yana ko'r qo'shib turadi, dizayni ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. juda ham chiroyli.